Uchrashuvni mezbonlar Neftchi jamoasi boshlab beradi. Demak, hushtak chalindi, uchrashuv boshlandi. Jamoalar tarkibi bilan tanishtirib o'taman. 7-raqamda Abrorbek Ismoilov. Hozir Neftchi dastlabki hujumda tashkil qilishi mumkin. Uzatma yaxshi o'tdi. Zarba ko'ramizmi va hozir himoyachilar qiyinchiliklar bilan xavfni bartaraf qilishmoqda. Muxlislar esa gol talab qilishmoqda. Top ichkariga tashlab berildi. Zarba ham yo'llandi. Zarbaga esa aniqlik yetishmadi. Xurshid G'iyosov hozir bu vaziyatda Guliston futbolchisi yaxshi harakat qildi va Neftchi futbolchilariga yana top kelib tushdi. Ichkariga uzatma va himoyachilar hozir qaytarishdi. Abror Ismoilovdan yaxshi uzatma. Famindan zarba ko'ramizmi? Zarba yo'lladi, darvozabon qaytardi. Yana bir zarba va gol! Oxir raqobat mezbonlar hisobni ochmoqda. Famin zarba yo'lladi, darvozabon qaytardi. Asrbek Jumayev uzatmani amalga oshirdi va Xurshid G'iyosov darvozaga. Ko'ramiz, bu birinchi gol. Jumayev uzatma, Xurshid G'iyosov mixladi. Abrorbek Ismoilov, Ikromjon Aliboyev to'pni o'zida egallab turibdi. Zo'r uzatma, hozir to'pchi kurash, zarba yo'llandi va gol! Neftchi jamoasi hozir raqib darvozasiga navbatdagi to'pni kiritmoqda. Ikkinchi gol bizga namoyish qilinmoqda. Zo'ra Marshuchga yaxshi uzatma. Marshuch ham vaqtida ochilgan ekan, to'pni so'ragan ekan. Bunyodkor terdi uchrashuvda hisob tenglashgan 1-1. Sardor Qo'zimurodov uchrashuvning 9-daqiqasida hisobni tenglashtirdi. Oldinga fenomenal uzatma, hozir zarba yo'llandi va gol! Vladimir Riyovich hozir bizning uchrashuvda hisobni yiriklashtirmoqda. Goldan ham uzatma fenomenal chiqdi. Uzatma Muhsinjon Ubaydullayevdan. Muhsinjon Ubaydullayev Yovichga pasni kesib berdi. Fenomenal uzatma va ijro ham shedevral bo'ldi. Bu golni takror ko'rishga arziydi. Guliston jamoasi mezbonlar to'pni kiritib berishdi. So'nggi hujum bo'lishi mumkin. Jumayev, Famin, G'iyosov Faminga qaytardi, zarba yo'llandi, himoyachi qaytardi, hujumda davomiylik bor, yana bir zarba va hozir to'pga Shohnazar Norbekov esa 3-raqamda harakat qilgan Asliddin Ismoilov o'rniga maydonga tushirildi. Husanov hozir o'ng qanotga to'pni tashlab berdi. To'pga birinchi bo'lib Yovovich yetib keldi. Hozir xatoga yo'l qo'ymoqda, uzatma, zarba va gol! Guliston jamoasi hozir ikkinchi bo'limning boshida oradagi farqni qisqartirmoqda. Takroriy lavhani ko'ramiz. Darvozabon to'pni yaxshi tashlab berdi. Yovovich xatoga yo'l qo'ydi va bu xatodan mehmonlar unumli foydalanib ketishdi. Markazda to'p. Guliston futbolchilari to'pni qaytarishdi. Famin uzatma, Marushich darvozani orqa qo'lida, darvoza bo'sh, zarba yo'llandi va gol!
Baydullayev, Famin, Vladimir Ryovovich pasni kesib berdi. Marshich darvozabonni aldadi, himoyachini aldadi va bo'sh qolgan darvozaga to'pni joylab qo'ydi. Nefchi jamoasi 4-daqiqada Guliston jamoasi darvozasiga 4-golni kiritmoqda. Guliston futbolchilari to'pni erkin zarb bilan o'yinga kiritib berishadi. Hozir Ryovovich zarba, darvozabon hozir to'pni qaytardi. Nefchi uzatma. Ryovovich va darvozabon ham bu vaziyatda yaxshi harakat qildi. Burchakdan to'pni o'yinga kiritib beradi. Famin, Ismoilovning o'zida to'p. Ismoilov hozir to'pni o'zida egallab turibdi. Jamoadoshlar yordam kerak. Uzatma yaxshi. Jumayev zarba yo'lladi va gol! Asilbek Jumayev Guliston jamoasi darvozasiga navbatdagi to'pni kiritmoqda. Abror Ismoilovga bu uzatma uchun o'z minnatdorchiligini izhor qilib qo'yish kerak. Chunki Abror Ismoilov bu vaziyatda yaxshi harakat qildi. Raqib futbolchilarni bir-ketin aldab, jarima maydonchasi ichiga kirdi. Endi o'ynadi va Asilbek Jumayev esa darvozani ishg'ol qilmoqda. Asilbek Jumayev Nefchi jamoasi safida debyut golni kiritmoqda. Abror Ismoilov, Aliboyev assistni amalga oshirdi. Jumayev esa to'pni darvozaga qiladi. Finalda bo'lib o'tadi. To'p Guliston futbolchilarida uzatma noaniq chiqdi. Nefchi yana oldinga o'tmoqda. So'ra Marshichga uzatma o'tdi. Marshichdan zarba yo'llandi. Zarbaga esa aniqlik yetishmadi. Usmonjon Baydullayevdan chap qanotga pas bo'ldi. Ryovovich yaxshi harakat qilgan edi, lekin Guliston futbolchisi ham yaxshi harakat qildi. Hozir Abror Ismoilov oldinga to'pni tashlab bermoqda. Boshliqlar bor. Ryovovich kirib bormoqda. Uzatmani amalga oshirdi. Zarba va gol! Asilbek Jumayev bugungi uchrashuvda bu futbolchiga dublni rasmiylashtirmoqda. Abrorbek Ismoilov, Vladimir Ryovovich takrordan ko'ramiz. Guliston futbolchisi uzatmada xatoga yo'l qo'ydi. Abror Ismoilov zo'r pasdan amalga oshirdi. Ryovovich qisqarmadi va bo'sh turgan jamoadoshi ukasi Asilbek Jumayevga to'pni yetkazib berdi. Asilbek esa uchrashuvda dublni rasmiylashtirmoqda. Qora olmadi. Berimbetdan uzatma ichkariga to'p tashlab berildi va darvozabon hozir to'pni egallab olmoqda. Qablo yozdirishi mumkin edi hozir bu vaziyatda. Darvozabon esa yaxshi harakat qildi. Xurshid G'iyosovda to'p. G'iyosov to'pni o'zida egallab turdi. G'iyosov zarba yo'llashi mumkin. Yaxshi harakatlar. Bo'shliq bor. Beritsaga to'p tashlab berildi. Beritsa, Rakinyo. Azbek Erinbetdan zarba va hozir Guliston futbolchiga to'p tegib qaytdi va qaytgan zarba. Famin esa Rakinyo. Erinbetdan zarba yo'lladi va himoyachi Famin yaxshi imkoniyatdan foydalana olmadi. To'p o'yinga kiritib berildi. Yaxshi, hozir oradagi farq qisqarishi mumkin. Baydullayev hozir Guliston o'ng qanotdan hujum tashkil qilib bormoqda. Ichkariga pas, bosh bilan zarba, lekin zarbaga aniqlik yetishmadi bu vaziyatda. Egallab oldi. Rakinyo G'iyosovga pas. G'iyosovdan Peritsaga. Peritsa ichkariga kirib borib
Bormoqda zarba ham yo'lladi, lekin zarbasiga aniqlik yetishmadi. Peritsada imkoniyat bor edi. Faning zarba ko'ramizmi? Zarba ham yo'lladi, lekin zarbaga aniqlik yetishmadi. Qadrli futbol ishqibozlari, hakam hushtagiga chalindi. Neftchi hamda Guliston uchrashuvi o'z yakuniga yetdi. Bugungi uchrashuvda 6-1 hisobda, yirik hisobda Neftchi g'alaba qozondi.